Jigar yog' bosishi, gepatoz hozirgi kunda e'tibor berilish kerak bo'lgan juda ham muhim holatlardan bittasi. Nega? Birinchidan, rivojlanish omili, kam harakatlilik va atrof muhiti havodan tortib yeb ichilayotgan narsalarda barchasida hammasida kimyo. Endi jigar bu filtr. Agar yog' bosishi kontrol qilinmasa, keyingi etapda bu jigar qochishi va sirrozgacha olib keladi. Uy sharoitida eng arzon, eng oddiy va sifatlilik darajasidan juda ham zo'r, bezarar, eng yaxshi usulni o'rgatib qo'yaman. Buning uchun kerak bo'ladi rastaropshanni urug'i, bir choy qoshiq va 5 dona qalampir munchoq. Bozorlarda to'lib yotibdi. Bitta choy qoshiqni bitta stakanga solasiz, o'sha qalampir munchoqni solasiz, to'ldirib qaynoq suv solasiz, yarim soat damlaysiz, bo'ldi. İçişi odat qilsangiz ham bo'ladi. Mana juda ham yaxshi tayyorlama bo'ladi. Bismillah. Jigaringizni holati yaxshilanadi, jigar fermentlari tushadi va yaxshi oziq olasiz. Albatta, like bosib tarqatish shart bo'ladi. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.